Qirg'iz Respublikasi vakillari energetika sohasida hamkorlikni mustahkamlash maqsadida Farg'ona viloyatiga tashrif buyurdi. Tomonlar o'zaro tajriba almashish va istiqbolli loyihalarni amalga oshirish hamda mintaqaviy barqaror taraqqiyot yo'lida hamkorlikni kuchaytirish masalalarini muhokama qilishdi. Muxbirimiz Ahror Ziyodov mavzuni davom ettiradi. Farg'ona, O'zbekiston, Qirg'iziston Respublikasi energetika va elektrotexnika sanoati xodimlari kasaba uyushmasi, Respublika qo'mitasi hamda tarmoq korxonalari vakillaridan iborat delegatsiya rasmiy xizmat safari bilan O'zbekistonga tashrif buyurdi. Sizlerden Özbekistan Respublikası'nın energetika profsoyuzining menen bizning Qirg'iziston profsoyuzining o'rtasida kelishim tuzilgan xizmatlashuv turali. Sizlerden profsoyuzining öküllері bizge bargan kelishim qo'l qo'yganmiz. O'shaning negizinde opit almashuv, tajriba almashuv, barlashuv deganda shunday maqsad bilan keldik. Tashrif doirasida mehmonlar Farg'ona issiqlik elektr markazida bo'lib, energetika sohasida joriy etilayotgan ilg'or texnologiyalar, O'zbekistonning energetika siyosati hamda sohaning kelgusi rivojlanishi yo'nalishlari bilan yaqindan tanishdilar. Bu yerda tajriba almashuv o'zgacha. Biz sizlerden profsoyuz uyumundan ala turgan tarbiyat, ala turgan ko'p ekan, ma'nili so'zlar ko'p ekan. Biz bарын gördük. Bunu özüzge dagı alып barганга, жумушчу кызматкерлерге алып барып, мындай маалымат бергендерге hareket qilamiz. Tadbir chog'ida ikki davlat kasaba uyushmalari va energetika mutaxassislari o'rtasida ochiq muloqot va tajriba almashinuvi tashkil etildi. Tomonlar shuningdek hamkorlikni yangi bosqichini belgilash, qo'shma loyihalarni amalga oshirish va kadrlar malakasini oshirish yuzasidan kelishuvga erishdilar. O'zaro tajriba almashish maqsadida yurtimizga ularning tashriflari tashkil qilindi. Mana bugun ushbu tashrifning birinchi kunida Farg'ona issiqlik elektr markazida delegatsiya vakillarini yuqori saviyada kutib olindi. Ushbu tashrif davomida yurtimizda olib borilayotgan islohotlar, madaniy merosimiz, shuningdek kasaba uyushmasi faoliyati bilan ularni yaqindan tanishtirishni rejalashtirganmiz. Uchrashuv doirasida energetika samaradorligini oshirish, ekologiya barqarorligini ta'minlash, zamonaviy texnologiyalarni o'zlashtirish bo'yicha amaliy takliflar ham muhokama qilindi. Mehmonlar O'zbekistondagi energetika tarmog'ida amalga oshirilayotgan islohotlarni ijobiy baholadilar. Все автоматизировано, без человеческих какого-то фактора. В целом ТЭЦ, облагорожение его, в целом его производительность, состояние, как здесь они относятся к своему предприятию, к своему ТЭЦ, к персоналу. Tashrif yakunlariga ko'ra tomonlar o'zaro aloqalarni kelgusida ham davom ettirish va ikki tomonlama hamkorlikni yangi bosqichga olib chiqish niyatida ekanligini ta'kidladilar. Ahror Ziyodov, Safar Ismoilov, Zamon informatsion tahliliy dastur uchun Farg'onadan.